oson va tez, mukammal ozishni xohlovchilar uchun eng muhim oltin qoida. Agar siz bu oltin qoidaga amal qiladigan bo'lsangiz, bemalol uy sharoitida ham ortiqcha vazndan dietolog, nutrisologlarning yordamisiz ham xalos bo'lishingiz mumkin. Demak, bunda birinchi navbatda siz har kuni iste'mol qilayotgan kaloriyangizni defitsitligini yaratishingiz kerak bo'ladi va bunda siz iste'mol qilayotgan kaloriya miqdoridan sarflaydigan energiyangiz kaloriyasi balandroq bo'lishi kerak. Ha, to'g'ri tushundingiz. Bunda siz kunlik kaloriyangizdan sekin-sekinlik bilan 200-300 kaloriyani kamaytirishingiz va kunlik sarflaydigan kaloriyangizni ko'paytirishingiz kerak. Siz aytishingiz mumkin, menda sportga vaqt yo'q, fitnessga vaqt yo'q deb men sizga ko'chaga chiqib, fitnessga borishingiz, sport bilan shug'ullanishingiz kerak demayman. Hozir YouTube juda ham rivojlangan. YouTube tarmog'ida Zumba, xohlasangiz o'zingiz yoqtirgan turk arab musiqalarini qo'yib bemalol o'ynashingiz mumkin. Yoki shunga ham vaqtingiz yetmaydigan bo'lsa, hovlingizda yoki domingizda zinalardan tushib chiqishingiz, hovlini aylanib chiqishingiz ham mumkin. Bu ham energiyaga kiradi, energiya sarflaysiz va eng muhimi, eng zo'ri, shunga ham erinadigan bo'lsangiz, aktiv keling rejimiga o'ting. Bunda sizda qaynonangiz ham minnatdor bo'ladilar. Uylarni yaxshilab yig'ishtirasiz, uborkalarni qilishni boshlaysiz va shu tariqa ortiqcha vazndan bemalol xalos bo'lishni boshlashingiz mumkin.